voy chaqaloqni shirinligini. O'pmang. Voy ish nima qilmaydi? Yangi tug'ilgan chaqalog'i bor uyga shu mehmon kelmasa-da, mehmon kelsa ham shu ko'tarmasa, o'pmasa-da, yangi tug'ilgan chaqaloqni o'zi immuniteti juda ham sodda bo'ladi. Uning adaptiv, ya'ni kuchli immuniteti 18 oyda shakllanishni boshlaydi. Shakllanishni boshlaydi-yu 5 yoshda kuchga to'lib oladi. Ya'ni bu degani taxminan 5 yoshgacha birovni bolasini iloji boricha o'pmagan yaxshi, chunki sizga xavfsiz bo'lgan, sizni yuzingizdagi, qo'lingizdagi bakteriya, viruslar bu bola uchun o'ta xavfli bo'lishi mumkin va unda qandaydir juda og'ir kasalliklarni yuzaga keltirishi mumkin. Masalan, bu turli shamollashlar, bular ham bakterial, ham virusli bo'lishi mumkin va ular asoratlanishi mumkin. Albatta, ular ichida pnevmoniya, meningit va hattoki kelajakda DTSP ham rivojlanishi mumkin. Bilaman, o'zbek bolajon xalqi bolalarni yaxshi ko'radi va ayniqsa ko'rganda quchoqlab o'pgisi kelib ketadi, lekin shu bolani sog'lig'i uchun iltimos ularni o'pmang.